Kim operatsiya xohlasa faqat shu klinikaga kelsin. Yoqdimi sizga? Juda ham yoqdi. Men Qatar davlatidan keldim. Sizlarni 1 yildan beri Instagramda kuzatib kelaman. Shu Amrillo Shodiyevichni ishlari juda ham yoqdi. Rossiyalar bilan ham ko'p muloqotda bo'ldim, ular bilan ham gaplashdim. Lekin ko'proq shu Inoyatovni ishlari yoqqani uchun shu klinikaga keldim. Xudo xolasa 20 yoshga yosharmoqchiman. Yuzingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz, ko'rinishini? Qayerlarni? Yuzim ko'proq bo'yin sohasini chiroyli bo'lishini xohlayman. Mana bunday ko'tarilishini xohlayman. Ha, bularni ham mana bunday. Men короче 20 yoshga yosharmoqchiman. Sizlarga ishonaman. Sheyani qarang. Sheyani qarang qanaqa bo'lgan. Buni qarang. Sizni mana bu yeringizni ham asimetriyangiz bor edi. Chiroyli qilib bartaraf qildik. Конечно, maksimalni bir xil qilib berdik. Bir xil bo'lgan. Maksimalni bir xil qilib berdik. Yoqdimi sizga? Yoqdi, juda ham rahmat. Shey bu tomoni bilan qarang. Qanaqa? Bir xil bo'lgan. Hozir birlamchi minimal darajada shishilar bor albatta. Xudo xolasa 10 kun, 15 kunda qaytadi. Juda ham yoshartirib yuboribsiz. Shey chelishni qarang. Rahmat. Teging qo'lingiz bilan tegib ko'rib, bemalol. Rahmat. O'zim xohlagandaqa bo'lganini qarang. Men sizga aytganim, xudo xolasa shu Qatar malikasi bo'lib borasiz, xudo xolasa. Xuddi shuni xohlagan edim o'zim. Rahmat. Mayli, sog' salomat bo'ling. Mayli, opajon. Hech ham bunaqa bo'ladi, o'ylamagan edim. Zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bir sutka oldin hurmatli professor Inoyat Shodievich boshchiligida space lifting amaliyoti bemorimizda o'tkazilgan edi. Ko'rishingiz mumkin rezultatni 1 kunlik rezultat mana. Bemorimizda yuzda ancha osilish, juda osilish bor edi. Kojani osilganligi, keyin asimetriyalar bor edi. Shuni bir xil qilib, ravnomerni qilib, zo'r qilib tortib, yonoqlarni shakllantirib, brilliya, lunch sohalarini bartaraf qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Sheyalarni qarang. Sheyada ham katta muammo bor edi. Ikkita lateral sohani yon tomonga tortib, platizma plastik amaliyotini qildik. Juda ham sheya zo'r ideal chiqqan. Mana jarohat, kesma joyini ko'rishingiz mumkin. Juda ham akkuratni chiqqan. Quloq dildog'ini anatomik shaklini saqlagan holatda zo'r qilib berdik. Mana mochkani ko'rishingiz mumkin. Mochka anatomiya saqlangan. Yaxshimisiz? Og'riqlar bormi? Yo'q, og'riqlar yo'q. Juda ham zo'r. Kim operatsiya xohlasa faqat shu klinikaga kelsin. Yoqdimi sizga? Juda ham yoqdi, juda ham. Xudo xolasa aziz obunachilar 10 kunlik rezultat, 15 kunlik rezultat, 1 oylik rezultatni ham qo'yib boramiz. Qatar malikasi bo'ldingiz. Barcha chiroyli qildilar. Sog' salomat bo'ling, opajon. Mayli. Hammaga rahmat.